Shuni bilmasdan turib menga tegishlimi? Shunga menga tegishlimi aka, bunaqami deb menga bunaqa gapingizni qilmang-ku. Men bir narsani bilmasam gapirmayman-da, ashlarga aytganman. Bu aytganki, bizga yaxshi uslubiy qilib bermadi degan. Hop, bo'pti. Men gapiraman endi, gapingiz tugadimi? Eshittiring, yo'q, tugamadi gapim. Shunaqa gap bo'ldi, men shuni tegmadim. MMA olamida yangilik. Abdumalik Yo'rbo'tayev Nursulton Ro'ziboyevga qarata gapirdi. Jon Leferda biror kishini gapirsa, ismini aytib gapirish kerak dedi. MMA olamida yana katta bahs boshlandi. Siz kimni qo'llab-quvvatlaysiz? Abdumalik Yo'rbo'tayevning gapi to'g'rimi? Fikringizni kommentariyada yozing. Hech kimga masalan biron marta hech qachon bir tegmaganga tegib, yo kimdirni bir ig'vo qilib, yo kimdirni hurmatini to'kib qo'yib, men xursand bo'lib o'tirgan bola emasman. Sizni ham yaxshi taniyman aka. Siz ham meni yaxshi taniysiz. Hozir sizni iminni gapirgan gapingiz videochilar, buni blogerlar rasm yasab, rasm qo'yib yasayganlar temasiga meniki tushyapti, chunki men kecha u bilan ko'rishib yo'q, Sizdan oldin 50 tasi ko'rishgan. Sizdan oldin ham 50 tasi ko'rishgan. Siz bilan ko'rishganingizdan keyin shu momentda chiqarsam yoki bitta turnir bo'lib turib, turnirda shunday gapirib chiqsam ekan, bu sizlarga tegib ketsa bo'ladi. Endi kim buni o'ziga oladi, bu boshqa narsa. yo'q, aka. Sizga boshqa savolni beryapman. Masalan, siz iminni men bilan salom-alik qilganingizda ham, qilmaganingizda ham o'rtamizda muomala bo'lsa ham, bo'lmasa ham, o'zingiz uchun yaxshi bilasiz, hurmatingizni qilib, Andijonda Sixatniyak hamma to'planganda siz uchun o'zingiz bilasiz, o'zingiz ko'rgan shu videoni aka. Qayerda? Bilaman. Namanganda. Sizni hurmat Bu qilib, temalar gapda eshitting. Bu temalarni hamma yo'qni bilaman. Siz men sizga yana qaytaryapman. Yana sizga qaytaryapman. Qarang-ku. Meni hurmat qilgan odamni biror marta bir tengi ilmagan joyim yo'q. Meni hurmat gapiralasizmi shu Humoya arqamdan gapirgan ekan degan gapda aka? Men sizga yana aytyapman sizga. Siz meni hurmat qilyapsizmi yo siz biror marta otingizni aytib yo biror nima dedimmi? Hozir video men haqimda chiqyapti faqat aka. Qayerdan bildingiz? Humoya haqida chiqyapti-kanmi? Hamma video men rasmini qo'yib chiqargan. O'shani so'rayapman aka. Endi gapirgan ulardan so'rang-ku. Men ulardan rasm qo'yganlardan so'rang. Seni